Amaldagi qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslar tomonidan ekvivalenti 100 million so'mga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etilgan holda cheklovlarsiz olib chiqishlar mumkin. Belgilangan summadan ortiq miqdordagi naqd valyuta mablag'larining O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga qaramasdan ayrim yo'lovchilar tomonidan qonunchilikni chetlab o'tib olib chiqish me'yoridan ortiqcha naqd xorijiy valyutalarni chegara bojxona postlari orqali mamlakatimizdan olib chiqishga urinish holatlari uchramoqda. Ana shunday huquqbuzarlik holati Jartepa chegara bojxona postida aniqlandi. Jartepa chegara bojxona posti xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasidan qo'shni davlatga o'tish uchun harakatlangan fuqaroning avtotransport vositasi belgilangan tartib ko'zdan kechirilganda, avtotransport vositasiga yashirilgan, yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan hamda olib chiqish me'yoridan ortiqcha bo'lgan jami 15 ming AQSh dollari borligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.